o'zbek xalqini do'ppi kiyib yomon tomonlarini ko'rsatishga men qarshiman. Sababi to'g'ri yumor qilinyapti, lekin hozir sun'iy intellekt rivojlanib ketganki, chet davlatlaridagi odamlar bizning videolarimizni ko'rsa, ingliz tilida ularga subtitr bilan, kerak bo'lsa ovoz bilan ingliz tilida chiqarib beradi. Sizga kim kerak azizim? Qorovul Petrosyan. Qorovul Petrosyan deysizmi? Vah, vah, vah. U qorovul emas. Akademik. Donishmand odam. Hozir uyini ko'rsataman. 2 qavatli uy quryapti azamat. La 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 fili, la 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 tiri. Nima xizmat batano? Etikdos Panjikidze qanday topaman? Nima? Panjikidze etikdos emas. Akademik. Bunaqa donishmand odam 100 yilda bir dunyoga keladi. Yuring. Dachasini ko'rsataman. 3 qavatli dacha quryapti. Azamat. La shvili, litamela valili. Ha, go'layapsan. Uzr. Akademik Alijonovning uyi qayerda? Nima? Alijonov akademik? U hech qanaqa akademik emas. Tirt ahmoq odam. Qorovulchalik ilmi yo'q. Etik do'stchalik savodi yo'q. Poraxo'r kamiga. O'rizorda dang'illama uchastka qurayotganmish. Pora olmasa, shuncha pulni qayerdan oladi? O'zi umuman men hech qanaqa Alijonov tanimayman. Sirbatdan. Bu videoda men Akmal Mirzo akamizni yomonlamoqchi emasman. Umuman ularga qarshiligim yo'q, lekin o'zbek xalqini do'ppi kiyib yomon tomonlarini ko'rsatishga men qarshiman. Sababi to'g'ri yumor qilinyapti, lekin hozir sun'iy intellekt rivojlanib ketganki, chet davlatlaridagi odamlar bizning videolarimizni ko'rsa, ingliz tilida ularga subtitr bilan, kerak bo'lsa ovoz bilan ingliz tilida chiqarib beradi. Ular aniq biladi biz videolarimiz nima haqida gap ketayotganini, ma'nosi nimaligini. Nimaga urg'u bersa odam o'sha narsa kattalashadi. O'shaning uchun biz yomon tomonimizga emas, yaxshi amallarimizga, yaxshi tomonlarimizga urg'u bersak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bu videoga hech qanaqa adovatim yo'q, lekin o'zimning fikrimni bildirdim. Hammaga rahmat.